Akamdan SMS kelibdi. Singlim ishdan qaytishimga issiqqina go'shtli noningdan qilib ber debdilar. Bo'ldi aka, go'shtli nonni dodasini tayyorlab beraman deb ishlarni boshlab yubordim. Elangan un ustiga shakar, droji, tuz solib, yaxshilab bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Ustidan erigan saryog' va suv solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 1 soatga issiq joyga oshirishga yuboramiz. Xamir oshib chiqqungacha go'shtli nachinkamizni tayyorlab olamiz. To'g'ralgan piyoz va go'shtni solib, ustidan tuz va ziravorli solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Orada babi yordamida shunaqa chirkdog' bo'lib ketgan qozon qopqoqlarimni tozalab oldim. Babi donachalarini solib, ustidan qaynab turgan suvni solishimni bilaman, shunaqa osongina chirklarni ko'chirib tashladi. Natijasi har doimgidek a'lo darajada. Babini shahrimiz bo'ylab ko'plab do'kon va korzinkalardan xarid qilsanglar bo'ladi. Oradan 1 soatdan o'tdi. Endi oshib chiqqan xamirlarimizni teng to'rtta bo'lakka bo'lib olamiz. Zuvalachalarni dumaloq shaklda yoyib, go'shtli nachinkamizdan solib olamiz. Endi videoda ko'rsatilgandek qilib pichoq yordamida kesib, xamirimizni o'rab olamiz. Chetini aylantirib, bir-biriga tugib olamiz. Ustidan tuxum sarig'i kunjut sepib, qizib turgan 180 gradus duxovkamizga pishirishga yuboramiz. Juda ham mazali go'shtli nonlarimiz ham tayyor. Bu videoni sizga tayyorlab berish kerak bo'lgan singlingizga yuborib qo'ying.